Yer yuzida ideal jamiyatning o'zi yo'q, ammo uni qurishni ilojisi bormi? 20-asrning eng mashhur psixologlaridan biri Frederick Skinner o'zining 1948-yilda yozilgan Ikkinchi Walden nomli utopik romanida shu savolga dadil ha deya javob beradi. Bu oddiy bir roman emas. Uning g'oyasi bu xulq-atvor psixologiyasi tamoyillari asosida mukammal jamiyatni loyihalashga urinishdir. Bugun biz shu haqida gaplashamiz. Skinnerni tushunish uchun avvalo uning eng mashhur ilmiy nazariyasi haqida biroz tushuntirish beraman. U asos solgan psixologiyaning behaviorism oqimi insonning ichki dunyosi, fikrlari, his-tuyg'ulari yoki erkin irodasini bir chetga surib, bor e'tiborini kuzatish imkoni bo'lgan xatti-harakatlarga qaratib, ularni o'rganadi. Uning asosiy g'oyasi juda oddiy. Mana bu Skinner qutisi deb nom olgan maxsus qutida kaptar o'tiribdi. U tasodifan kichik bir dastakni bosadi va shu zahoti uning idishiga don tushadi. Kaptar bu jarayonni bir necha bor takrorlagach, dastakni bosish don olish bilan bog'liqligini anglaydi va endi och qolganida to'g'ri o'sha dastakni bosadigan bo'ladi. Bu yerda dastakni bosish bu yangicha xulq-atvorning shakllanishi. Don esa mukofotdir. Bu eksperiment orqali Skinner bizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa shuki, insonning ham jamiki xulq-atvori, tili, odatlari, hattoki axloqi ham xuddi shu kabi stimullar tizimi orqali, ya'ni tashqi muhit ta'sirida shakllanadi. Biz o'zimizni erkin irodaga ega deb hisoblaymiz, ammo aslida atrofimizdagi turli stimullarga javob reaksiyasi qaytaradigan murakkab organizmlarimiz. Xolos. Endi ushbu metodni butun boshli jamiyatga nisbatan qo'llab ko'ramiz. Tasavvur qiling, ikkinchi Walden jamiyatida bolalarda hasad yoki ochko'zlik kabi salbiy hislarni yo'q qilish uchun ularni jazolashmaydi. Aksincha, maxsus mashg'ulotlar o'tkazishadi. Masalan, bolalarga turli shirinliklar beriladi va uni ma'lum vaqt o'tguncha yemaslik so'raladi. Sabr qila olgan bolalar keyinchalik yanada ko'proq shirinliklar bilan siylanadi. Bu jarayon asta-sekin murakkablashib boradi va bolalarda o'z-o'zini nazorat qilish va sabr-toqat kabi fazilatlar shakllanadi. Skinner uchun erkin iroda bu illyuziya. Bizni baribir atrof muhit shakllantiradi. Xo'sh, shunday ekan, nega biz muhitni baxtli jamiyat qurish uchun maxsus loyihalashtirmasligimiz kerak? Ikkinchi Walden jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi ham an'anaviy qarashlardan tubdan farq qiladi. Bu yerda shaxsiy mulk yoki pul deyarli yo'q. Buning o'rniga mehnat kreditlari tizimi joriy qilingan. G'oya juda oddiy, jamiyat uchun yoqimsiz, ammo zarur bo'lgan ishlar, masalan, kanalizatsiya tozalash uchun kamroq ishlash talab etiladi va ko'proq kredit beriladi. Aksincha, bog'bonlik yoki kutubxonada ishlash kabi yoqimli mashg'ulotlar uchun ko'proq vaqt sarflash kerak bo'ladi va krediti ham ozroq bo'ladi. Bu tizim har qanday mehnatni qadrli qilishga va ijtimoiy tengsizlikni yo'qotishga qaratilgan. Bundan tashqari, bu yerda oila tushunchasi ham tamomila boshqacha. Bolalar o'z ota-onalari tomonidan emas, balki butun jamoa tomonidan maxsus tarbiyachilar nazoratida o'stiriladi. Maqsad ota-onalarning subyektiv qarashlari va xatolaridan xoli ilmiy yondashuv asosida barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Eng qizig'i, ushbu g'oyalar shunchaki kitob betlarida qolib ketmadi. 1960-70-yillarda an'anaviy qadriyatlardan to'ygan yoshlar orasida ikkinchi Walden kult asarga aylandi. Uning ta'sirida AQSh va boshqa mamlakatlarda bir necha eksperimental hamjamiyatlar tashkil etildi. Ulardan eng mashhuri 1967-yilda Virginiyada tashkil etilgan va hozirgacha faoliyat yuritayotgan Twin Oaks Community hisoblanadi. Albatta, bu kommunalarning aksariyati uzoq yashamadi va Twin Oaks ham bugungi kunda Skinnerning qat'iy qoidalaridan ancha chekingan. Xo'sh, nega bu go'zal utopiya hayotda o'zini oqlamadi? Ehtimol javob inson tabiatining o'zida yashiringandir. Biz mukammal tartib va kafolatlangan baxtdan ko'ra xato qilish, tavakkal qilish
va hatto azob chekish bilan keladigan erkinlikni afzal ko'ramiz. To'liq nazorat ostidagi baxt g'oyasi inson uchun qoniqarli yechim emas. Biz baxt va erkinlik o'rtasidagi muvozanatni topa olamizmi? Skinnerning radikal loyihasi bizga jamiyat va undagi insonning o'rni haqidagi tasavvurlarimizni qayta ko'rib chiqish uchun bebaho tajriba taqdim etadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.